Shuning uchun G'appar Damulla so'zlayotganda Miraqul Damulla ko'z qirida Hamrohboyga qarab, uning pozitsiyasini bilmoqchi bo'lgan bo'lsa, Hamrohboy go'yo hech ish anglamayotgan odamdek beparvo ko'rinishda o'ltiradi. G'appar Damullaning so'zi oxirlashmagan edi. U davom qildi. Shu yerdan chiqinimcha to'p-to'g'ri Tita Yomilga beribdiman. U Dahriyning ta'ligiga Tita yo'q bo'lib chiqdi. Shu kuni Titay bilan ko'rishgan bo'lsam, uningdan bu Dahriyni qamoq ilish yoki bu yurtdan qo'g'lashni talab qilatdim. Titay qayoqqa ketibdi-ka? Hamrohboy xushyoqmagan qiyofatda tilining uchidala onchikim so'rab qo'ydi. So'rasam, yangi harakatda deyishdi. Dedi G'appar Damulla Titay bilan ko'rishalmay qolganiga nadomat chekkan qiyofatda ulug' kichiktinib. Oraga jimjitlik tushdi. Ular qandaqdir bir ishlar to'g'risida o'ylashayotgandek jim o'ltirishadi. Bir ozdan keyin bu jimjitlikni Hamrohboy buzdi. U oltin hal berilgan piyolani qo'lida o'ynatib o'ltirib so'z ochdi. Titay bilan ko'rishgan taqdirdami, u kishi darhol bir nima deb javob bermaydi. Dedi u bo'ynini bilinar-bilinmas to'lg'ab. Uning so'zidan va bo'yin to'lg'ashlaridan men bir nima demagicha Titaymi o'z oldiga tortib javob bermaydi davatqonligi chiqib turadi. U bu so'zning ishga hamrohiga qanday ta'sir qilganligini kuzatgach davom qildi. Har ishning vaqti soati bor degandek, vaqti kelguchi sabr qilish kerak. Sabrning tegi oltin, shundoq emasmi? Sizlar sabr deydiganlar. Bizning sabr qochimiz to'shib ketyapti. Qursiqimiz esilib, yo ketsa tuzuk uxlag'ili bo'lmagan. Dedi G'appar Damulla bir oz chechilib. Boy pisingida kulib qo'ydi. U aslida sabr qilinglar deb nasihat qilish orqali ularni sabr qilolmaydigan darajaga yetkazishni ko'zlagan edi. U hozir maqsadga yetdi. Amdi fursatni qo'ldan bermay, sabr qochisi to'shib ketayotganlarga ilhom va madad bermoqchi bo'lgan boy kulimsirab o'ltirib so'zlashga boshladi. Mening qo'sqim esilmasmi? U ishkaylanga savol nazari bilan qarab davom qildi. Bu taraflarini deb kelsam, mening qo'sqim yerilib ketsa bo'ladi. Undaq bo'lmadi. Men yanada sabr qildim. Buningdan keyinmi sabr qilaman. Men uning izdini qilib, alohida odam avatib chillatdim. U yanada kamidi-ku. Buni nima deyish kerak? Bu uning mendek bir odamni ko'zga ilmag'anligi bo'lmay nima? Hammanglarning xabari bor. Mening shu kunki ziyofatim yurtimizning, xalqimizning tesh amaliga munosabatli cho'ng ish. Men bu ishga oz chiqim qilmadim. Yurtning g'imini yeb, oz avori bo'lmadim. Butun yurt kattalarini, Titay-Shitaydan tortib hammani chilladim. Men chillagan odamning hammasi kelishdi. Bir oshu Dahriy Damulla kammidi. Bu yo'lsizlik bo'lmay nima? Shu kuni Angliya, Rossiya konsulat xodimlarining hammasi keldi. Bir oshu jadid kammidi. Buningga mening qo'sqim eslamdi yo'q. Bu Dahriy oshundoq yo'g'nab ketdimi? Chat ellik mehmonlardanmi ulug' kishi bo'lib ketdimi? Itbeshi taxsida turmabdi degan shu-da. Deb so'z qistirdi Miraqul Damulla. Chilliqimga kelmaganning ustiga qo'sqimni esildirib, yana bir muncha lovzi gap, nosoza so'zlarni xolt qilib avatibdi. Dedi Hamrohboy zardi bilan. Uning qo'yjilatib chiroyli yostib olgan burda ostidagi lavlari g'azabdan titraydi. U alam bilan davom qildi. Hatto janobi konsullarning hurmatiga solgan dasturxonni harom deb joylaganning ustiga butun boyliqimning halol bo'lishiga shak keltiribdi. Bu nima degan tetiqsizlik? Bu Dahriy yana og'ziga kelganni bo'g'ziga yutmasdan ikki konsul it talashtirsa, barakalloh sig'silingan undaq harom dasturxonga o'zimga bormayman. Sahrodagi uyimdagi itnimi avatmayman deb kopishibdi. Qaramam degan bu gap qayaga yetdi? Nima degan zaharli so'z bu? O'sal gap qipti. Dedi G'appar Damulla texmu echitib. Shundoq. Hamrohboy uning so'zini tasdiqlab bir oz tinib olgandan keyin davom qildi. Bunda qo'pol gapga har qanday kishining qo'sqi ko'pmamdi. Albatta ko'pidi. Texgoyi kechlari esimga kelib qolsa, to'la o'ylab uyqu topolmay tong otquziman. Kunduzlarimi ba'zida qo'ygan tutqunimni bilmay qolaman. Bu Dahriy meni mana shunday xafa qildi. Shundoq bo'lsa-mu yana o'zimni besilib sabr qilaman. Sabrning tegi oltin deyman. Shundoq emasmi? U deganlari rost.
savr qilsak, g'o'ridinmi halva pishidi. Lekin savrningmi cheki bo'ladi, dedi G'oppar damulla ma'nilik hijiyib. Meningcha bu odam, dedi Miraqul damulla so'z boshlab. Ammo nima uchundir ko'zlarini go'rdin echib olgan murdining ko'zidek dahshat tusga kirgizib. Uning buning chiroyiga qarab, tukurkini yutgan bo'lib, andikib turib qoldi. Bu yanqilar qiyni so'zlamamla degandek uningga qarab qilishdi. Ammo u odam yanili uchay yutib olgan to'xudek uzuntura bo'ynini bir necha qitim etib, tukuruk yutgandek harakatlarni qildi-da, chiroyiga surlik tus elib so'zini davom qildi. Meningcha bu odam xatarlik yerga berib qoldi. Oqshom o'ltirsam, bir so'pi murtad bo'lgan kishini o'ltirsa, shariatda qisos kelamdu kammandu deb yo'l so'rab kelibdi. Men odam o'ltirish kechirgisiz gunoh. Qolganini o'zing bilib bir nima qil deb javob berdim. Ondan qaysi murtadni deysiz? Kim murtadlik qilibdi deb so'rasam, u odam Abduqodir Domulning tilga ilib, ba'zi kishilar u odamni jadid, dahri, dindan oynagan odam desa, dastlab ancha ishonmagan edik. Endi bilsak, Abduqodir Domulla rostdan dahri, murtad odamkan. U bizning kitobiy shariflarimizni, masalan, Masnaviy sharif, Nafahati sharif, Maktubati sharif qatorliq kitoblarimizni so'kidi ekan. Bir so'rinda u Murtad Abdurahmon Jomining Nafahati sharif degan kitobini ko'rib, bu kitob kishilarga bahri berilmaydi. Uning qiymati allaqachon yo'qolgan. Buni o'qish umr isrof qilganlik deb haqoratlabdi. Qaraslar, bu murtadlik bo'lmay nima? Bundoq odamni qandoqmi o'zmayligiga qo'yivatkili bo'lsin. Men bu odamning qinini ichmaydigan bo'lsam, deb qasamiyat qildi. Ya Allah, ya Hazrat. G'oppar damulla yoqisini tutgan peyti ko'zlarini aloq-jaloq qilib boyga qaradi. Boy bo'lsa, qandoqdir bir ish to'g'risida cho'nqur o'yga potgandek qo'shomisini turib, surli qiyofatda o'ltiradi. U xeylidan keyin Miraqul damullaga qarab, "Undoq desak bo'lmas. Agar so'pi rostdan shundoq ish chiqaradigan bo'lsa, rosa qamlashmagan ish bo'ludi-da", dedi uzun tin tartib. Shundoq, dedi G'oppar damulla qaytish uchun o'rnidan turib. Ular dahlizda kesh kiyayotganda G'oppar damulla boyning ko'ziga ma'nilik va ta'ni orlash qarab, "Hamma ish Xudoning irodasiga bog'liq. Sizlar bo'lsizlar yurtning cho'ngi. Xohi hukumat, xohi xalq bo'lsin, sizning eg'izlariga qaraydi. Shahrimizdagi har qanday ishqa sizlar bir nima demislar aplashmaydi. Qani", deb qo'ydi boy ma'nilik qilib. Uning bu qisqa javobidan to'liq ma'no va ishonch topgan mehmonlar uzoq mengishdi. Bular palampayga yaqinlashganda ho'yliga bir to'p odam undarab kirib kelishdi. G'ildirak Damuli bilan Badrak Mahsum to'pning oldida edi. Ular xuddi ish qo'g'ilgan gochidek kekashlashib, "Yomon bo'ldi", deyishdi. Ular o'pkisini besib ololmay, so'zning oxirini aytolmay yotadi. Buningga ochiqqa kelgan boy, "Yomon bo'lib nim bo'pti? Osmon yiqilib tushmaganda?" dedi norozi bo'lgan qiyofatda ko'zlarini chekchaytib. "Nimachi undarash bu? Oldirmay so'zlanglar." G'oppar damullimi ularning bu qadar ho'liqqanligiga koyiganda qilib g'udumshidi. "Bir to'p odam, bir to'p dahriylar, isyon ko'tirib..." Ular yanili huduqib so'zni uqtirolmay yotadi. Buningdan birdilla boyning zardisi qo'ynida titit bo'lib, "Undarashmay bir-birlab so'zlashmamsizlar. Qani qayoqdan chiqqan, qandoq isyonkan u?" dedi to'lab. Badrak Mahsum bilan G'ildirak Damuli boshliq kishilar qo'rqishib jim bo'lishdi. Boshlari xuddi singri uzilib ketgandek birdilla yerga engishdi. Ularning o'pkisi bir oz besilgandan keyin biri oldiga chiqib so'zladi. "Bir to'p toliblar, yana bir muncha payli buzuq shahar bekorchilari to'plashib, gurkirab, Chiniboqqa berishdi. Yo'qolsin inglizlar, yo'qolsin shved missionerlari. Ular yurtimizdan chiqib ketsin, din o'g'irlari ko'zimizdan yo'qolsin deb varqirashdi. Ondan qum darvoza tarafga o'tib, shved missionerlar ochgan hiliqi maktabning parti o'rindiqlarini, matbaaxonaning jihozlarini urib chiqib rasvo qilishdi. Qayerdagi toliblar ekan u? Qayerdagi bo'ladi? Hammasi Abduqodir Domulning dahriylari. Maktab bilan matbaaxona ularning qayeriga qisibdi. Gap shu emasmi? Hay Abduqodir. Turg'udagi yarnimi qo'ymaydigan bo'ldi-da", dedi boy soqolini silab turib.
Beshimizga bala, yurtqa afat desizlar. dedi G'affar damulla o't quyruqliq qilib. Anchikin bo'lsa, maslak mastonisi bo'ldim deb qiliq topolmay. Mana endi mush otmagan inglizlar, tishlamagan shved missionerlar qopdimi? Siz bu yerga kelganda, u o'zini qo'ydigan yer topolmagandek, uyan-buyan yengib, qo'llarini uvlab, o'z go'shini o'zi yegidek bo'lgan qiyofatda davom qildi. Bu haq shuncha yiroq joylardan qatma-qat tog'larni eshib kelib, qo'lidan keladiganligi yaxshilik bo'lsa ayonmay qilyotsa, vapaga javoba desa birga ikki degandek, ularga mush ko'tirib chiqsa qomlasham degan. Sat emasmi? Mundaqmi hurmatsizlik bo'lamdi? Astag'firulloh. Bizning butun jon tomirimiz shu haqning qo'lida tursa, qandoqmi qilishamiz? Hamrohboy boshliq kishilar ig'ir tashvishlar qo'ynida beshi qaytib turganning ustiga Obixon Ladaq bilan Abdukerim Afg'on ikkisi undarib kirib keldi. Ladaq sodisiga mengib ko'tarilib, o'tirhol sodigar bo'lib qolgan Obixonni kishilar Obixon Ladaq deb otishadi. Keyingisi Afg'on sodigarlar bilan ko'proq muomala qiladiganligi uchun Abdukerim Afg'on deb atalgan edi. Qandoqmi qilishamiz? Allohu akbar. Betalaydan suv kelsa, Alloh ko'din yor ketdi degandak, Ladaqqa andili mol mangdursam, bu chatoqning chiqqanligini ko'mam degan. Mollarimiz yo'lda kuyib ketadigan bo'ldi-da. Allohu akbar. Qandoqmi qilishamiz? Obixon Ladaq ko'zi engikini tutamlagan holda o'z g'imini yeb nola qilishga boshladi. Nima deb joylayapsan ey? Yuragiga pichoqdek sanjilgan bu so'zdan beorom bo'lgan Hamrohboy Obixonni qattiq silkivatdi. Chunki u yaqinda Ladaqqa 30 otliq yipak zilchi bilan mangdirgan edi. Melimiz yo'lda kuyib kul bo'ladigan bo'ldi degan so'z uningga ajoyib sovuq va mash'um anglanganlikdan toqat qilib tura olmay ochiq tovlagan edi. Bu ish yomoniga o'rildigan bo'lsa, jimi ishimiz buzildi. Afg'on sodigarlari bilan nurg'un olg'u bergularimiz bor emasmi? Tuzishgan to'xtamlarimizmi oz emas. Mana endi hammasi buzilib ketadigan bo'ldi. Abdukerim Afg'onmu parishon holatda o'z g'imini so'zlab nola qilishga boshladi. Chet ellikning yundisini ichib o'ginib qolgan chet el paraz yundixo'rlar bugun boyning hovlisiga bir-birlab to'planishga boshladi. Ular huduqqan, go'yo osmon go'mirilib ketgandek vahimaga tushgan edi. Ularning alpozidan burun uchidagi ozg'ina foyda manfaatni deb vatan xalq manfaatini tovardek setib etishdan yonmaydigan. Har qanday vijdonsizliklarni qilishdan tap tortmaydigan ashadiy shaxsiyatchilar ishkanligi ko'rinib turadi. Ularning orzu tilaklaridan qaraganda, mayli siyosat, diniy shariat va har qanday ijtimoiy harakatlar bo'lsin, shularning foyda manfaati uchun xizmat qilishi. Osmondagi farishtalardan tortib yer yuzidagi narsalargacha hammasi ular uchun ishlashi lozim edi. Abduqodir Damullaning vatanparvarlik harakati ularning nazarida bosh-boshdoqlik hisoblanadi. Bu bosh-boshdoqlik ularga go'yo o'zlarining foyda manfaatlarini ko'ydirib etish uchun o't purqib turgan yoki yutib etish uchun dam tortayotgan ajoyib zo'r ajdahodek ko'rinadi. Shunga aloqzodilikka tushgan bu yundixo'rlar Hamrohboyning huzuriga to'planib, bu ajdahoga qandoq taqobil turish to'g'risida butun aql idroklarini ishga solmoqda. Yurak qonlarini sarf qilib, jang nomalarda so'zlanganga o'xshash qilishni to'g'ri tishliginicha dam tortgan ajdahoga o'zini urib, uni ikki pora qilib etishga tayyorlanmoqda edi. Bo'libmi Angliya podshohligi chaqchaq qilg'ili bo'ladigan davlat emas. Agar ochiqqa kelib bir nari tortadigan bo'lsa, chatoqning yo'g'ini chiqmamdi, dedi G'affar damulla lovuldab ko'yayotgan o'tqa yog' chechib. Shu gap emasmi? dedi Abdukerim o't ichida qolgan choshqandek tipirlab. Gap ustiga Oblobek kirib keldi. Umu uduqqan rang ro'yidan qon qochgan edi. Bu yomon bo'ldi. Qanday qilamiz? Apla! dedi u kiribli soqolini tutamlab. Chatoqning yo'g'ini chiqilgan bo'ldi. To'sib olay deb yugurib borsam, men yetib borguncha buzdig'anni buzib, chaqadiganni chiqib, pachaq-pachaq innallazina valam yachaq qilib etibdi. Apla, bu yomon bo'pti. Qanday qilsam bo'ladi deb, Hasan Shivitning yiniga ho'mi deb borsam, uningmi arvoyi uchib, go'rdan chiqqan meyitdek sarg'ayib o'ltiribdi. Qanday qilamiz? Bu ishning oxiri qayerdan chiqar deb so'rasam, oxiri qanday bo'ladiganligini menmi bilmayman deb bosh chayqayotdi. Apla, bu ish chatoq bo'ladigan bo'ldi deb yugurib bu yon keldim. Ta'limga hammalari jam bo'lishib,
Tetay bormi? dedi hamrohboy uning ho'lilib so'zlarini yoqtirmagan qiyofatda. Janobiy Tetay savxuga ketgan edi. Qachon? Bugun 3-kuni. Nemish bilan ketdi? Apla! dedi Oblabek soqilini tutamlab. U xuddi oftobga qarab asnigan qichirdek peshayvonda turgan boyga hechiyib, qandoqdir bir so'zni og'zidan chiqarolmayotgandek o'ng'aysizlanib qarab qolgan edi. So'zlamamsan. Tilingni mushuk chaynayolmagan ekan. dedi boy tani bilan ko'zlarini chekchaytib. Apla! dedi u so'zlashga majbur bo'lganligini ifodalaydigan g'alati qiyofatga kirib, ondan osta so'zlashga kirishdi. Tetay janoblari, apla demisam bo'ladi. So'zla. Tetay janoblari yangidan to'y qilgan edi. Ilgari keyin chiroyli qizdan birini taytaylikka ilib oldi. Yangi choponning issiqi yaxshi. Tetay yangi xonimga qiziqib ketib, 5-4 kun payzi qilay deb ketgan edi. Keladigan vaqtimi yiqilib qoldi. Har qancha bo'lsa-mu, bu chaqqa ko'ngil ko'ksi qoniganda. Oblabegning ufchiga chiqqan shahvatparast Tetayga qiz cho'kan tepib berib, dallollik qiladigan nomussiz odam ekanligini hamma odam biladi. Shunga uni ko'p so'zlatib, lovizlashtirg'ili bo'lmaydiganligini his qilgan Obixonladoq uni qiqib etib, so'z navbatini tortib oldi. Undaq mazgapni cho'rivatgina aka. Mavu ish zarur. Endi qanday qilamiz? Buningga bir gap bersizlar. Egilgan boshni qilish kesmabdi. Yaxshi so'z toshni eritidi. Eng yaxshisi ingliz konsulxonasi bilan shivitlarning qishig'i berib, o'zri aytib ulardan apu so'rash kerak. O'yli ichi cho'ngildigan fikrlar bilan to'ldi. Ovozlar quloqni g'oz qiladi. Boyning ochiqi keldi. Chiqish o'ylamdan. Xapamni o'rlatmay yo'qilish, o'pkisi yo'qla. Har qaysing nimaga kerak kelishatding? Chiqish, ko'zimda yo'qilish. Texa holiga boqmay, menga aql o'rgatib. Boy g'o'dirong supurong qilib, ularning hammasini qo'g'lab chiqardi. O'yli ichi avvalgi holatga keldi. Xuddi tosh saroydek jimjitlikka cho'kkan edi. G'oppar damuli bilan Miraqul damulimi eng oxirida xo'sh aytib uzab ketdi. 18-bob salom berayli deb keldik. Hamrohboy boshliq 10 ga yaqin boy osh vaqti bilan Anjon rastisi tarafdan chiqib keldi. Yenik yekdak va shoyi to'llarga o'ralgan salobatlik boylar ichida G'oppar damulidan boshqa Sarab Imin Hoji, Hoshim Bo'yoq, Setavoldi Ko'kbörak, Sayim To'qipo'qi degandek laqamlari bor boylar bor edi. Garchi boylik jihatda ularga tang turolmasa-mu, o'tirdi jon tolishib boy otiqi chiqqan Obixon Latoq bilan Obdikerim Ofxonmu boylar to'pig'i qo'shilgan edi. Ular Yetikoqning sharqiy shimol tarafida xuddi osmonning bir chetida laylab ketayotgan parcha bulutdek osta surilib Nobeshi ko'chasiga qarab mangdi. Havo ochiq, osmon shishidek suzuk edi. Oppoq kuz optipi yanala o'z kuchidan qolmagan edi. Boylar eg'ir osta qadam tashlab ketayotdi. Qaraganda ularni qandoqdir eg'ir g'am andishi bosqandek qiladi. O'zayidin jazonxo'rdan olgan qarzni vaqtida qaytara olmay, jazonxo'rga o'zri aytib yalvurg'ili ketayotgan qarzdorning ruhiy holatida ifodalanadigan xijilchilik, tanglik, qo'rqinch va andishlar ko'rinib turadi. Ular Nobeshi darvozasidan chiqib o'ngga burildi. Sepil yoqilib ketgan xilvat ko'chi bilan sharqqa qarab mengib, Chinobog Angliya konsulxonasining darvoza oldiga kelganda nima uchundir tantirab to'xtashdi. Qorovulxonadan beshiga novatrang salla o'rg'an qo'yuq qora soqolliq bir hindi beshini chiqarib, janob sohib degandek so'zlarni qilib gap so'rgandala, Obdikerim Ofxon bilan Obixon Latoq o'rdakdek erg'onlab berib, uning bilan so'zlashdi. Qorovul beshini langshitib ijozat qildi. Shuningdan keyin boylar shimolga qarab so'zilgan konsulxona hovlisiga kirdi. Ular xuddi tilsimliq o'nkirga kirib qolgan tavakkulchilardek goh cho'chib, goh hayron bo'lib ichkirilab, ichki hovlining oldiga kundilang selingan ishxonaning oldiga kelganda konsulxona xodimlaridan biri chiqib, "Malol kelmasa, boylarning nima uchun kelganligini oldin bilgan bo'lsam", dedi siliq va sipoygarlik bilan. "Biz janobiy konsul oliylariga salom berayli deb kelib edik", dedi hamrohboy tishining eqini ko'rsatib. "Yaxshi gap, qarshi olamiz",
dedi beshiga taqiya, ufchisiga tor pashmat kiygan 25 yoshlar chomisidagi yumaloq yuzlik, g'o'zi bosh, qora ko'zlik bu xodim qo'llarini abjil harakatlantirib. Janobiy konsul, agar zarur ish bo'lmasa, mehmon qabul qilmaydiganligini aytgan edi. Bizning ishimiz bak zarur, ko'rishmasak zodi bo'lmaydi, dedi boylardan biri to'lg'inib. Zarur ish bo'lsa, xabar qilib ko'ray. Amsa, ho'ylida turg'izib qo'ydi deb ranjishmayla. Hargiz ranjimaymiz, dedi boylar ranjimaydiganligini ifodalab. Xodim og'muxondek choqqon va abjil mengib ichkari ho'yliga kirib ketdi. Ular bir oz kutishga to'g'ri keldi. Bosh ko'zning chaqqoqdek tegadigan pishig'irin optipida allaqanchalik soyisi yo'q ochiq ho'ylida turishgan boylar to'rt atrofga to'limu erinchaklik bilan sapselishatdi. Mundaq chog'larda birer minut vaqtning qanchalik tasda o'tadiganligini ular endi tushunmoqda edi. Boylar chiroyli ko'ringan oppoq tomlar borgancha so'rin talat ko'rinishga boshladi. Yelila volvul qilib ko'ringan deriza aynaklarimi sat ko'rinib ularni zeriktirdi. Ichkari ho'yladagi xuddi yeshil mogodek sirliq ko'rinadigan ishki tuptirida va ularning o'tirisidan ko'rinib turadigan egiz ravaq manzarasimi huzur berolmaydigan arzimas narsadek bo'lib qoldi. 5-10 minut nima degan uzun vaqt, ha? Ular tit bo'lib, hadislar qo'yin soatlarini chiqarib vaqtga qarashatdi. Eliqa xodimning chopsonroq chiqishiga taqozo bo'lishadi. Hammasi Abduqodir Damulining chatiqi. Agar u chata topmagan bo'lsa, biz bu oftobda qoq bo'lmaydik, deydi ular ichida. Ularning Abduqodir Damulini chaynab purkivatgisi keladi. Kundilang binoning sol tarafidagi paxtak ranglik sirda sirlangan qo'sh qanotliq egiz eshik birdilla g'och qilib echilib, eliqa xodimning beshi ko'rindi. Boylar cho'chib qarashdi. Ular bu eshikni mengiz cheklangan echilmas eshikmikin deb o'ylashgan edi. Marhamat, qani marhamat, dedi xodim xushxo'y kulimsirab. Boylar xuddi sudi eqib kelib, so'ngich og'ziga yiqilib qolgan yo'pirmoqlardek eshik tarafga tangli so'rildi. Optop chiqib holi qolmagan boylar mehmonxonaga kirib, o'rindiqlarda o'tirish fursatiga ega bo'lganiga xushal bo'lishib, xodimdan tovanchilik bilan omonlik so'rashdi. Ondan xodim tavozulik bilan so'zlab, janobiy konsulning qo'lida aldirash ish bo'lganlikdan har qaysirini 10 minut saqitib qo'ydigan bo'ldi. Bu haqda xijolat bo'lib apu so'raydi, dedi tishining eqini oranchi ko'rsatib. Hech vaqas yo'q. 5-10 minut degan hech gap emas, deyishdi ular adab yuzsidan oldiga salpal egilib. Mehmonxona gamidek salqin edi. Boylar saygidab o'ltirib, uyning oddiy ammo surlik ko'rinadigan novataranglik tomlariga qarab, qandoqdir xiyollarga ketishdi. Ba'zanlari paprus chekib tutun po'ylashdi. Ba'zanlari tutun po'ylagan bo'lib, qandoqdir g'am andishi bilan chinqilib ketgan ichini bo'shitib olmoqchi bo'lgandek uzun dud chiqarishdi. Odatda janobiy konsulning ishi ancha aldirash bo'lmaydi, dedi xodim birdilla so'z boshlab. Boylar cho'chishib, quloqlarini ding tutib diqqat bilan anglashdi. Xodim tajribalik sinchi ko'zlari bilan ko'pchilikka tekshi nazar tashlab davom qildi. Bu yaqindan ishlar tasoddifiy shundoq jiddiy bo'lib qoldi. U sirliq va sipoyi so'zlagan bo'lsa-mu, lekin boylarning bo'g'ziga xanjar tekkandek yuraklari jig'ida silkinib ketdi. Ularning xiyoli shu Allah Abduqodir Damulining isyonkorligiga berib taqaldi. Ehtimol, janobiy konsul mushu masalani o'z hukumatiga ma'lum qilayotgan bo'lsa kerak. Podshoh oliylaridan qandoq javob kelarkin, deganda xiyollar bilan badallariga titrak o'ylashdi. Bu ishning oqibati qandoq bo'lar? O'nkirga cho'nqurlashgan seri qorong'ulashgandek, ular dahshat bosgan seri jiddiylashib, bu ishning oqibati qandoq bo'lar deydigan vahimlik xiyollarga g'arq bo'lishgan edi. Mana Toshqo'rg'on, Gilgit, Lodoq yo'llaridagi uzun karvonlar. Ular egiz davan, cho'nqur jilg'a, agir to'qay tor yo'llarda ushtumtut paydo bo'lgan qaroqchi bulongchilar tarafidan to'silmoqda. Bulang-talang qilinmoqda. Yepaklar, qimmatlik teri yung
zilchi gilam, bo'g'u munguzlari bulangchilar tarafidan bulab ketilmoqda. Türlük tavardurdun, şayi atlas, qimmatlik dori darmaklar qo'tozlarga yuklanib, qandoqdir bir yoqlarga akitilmoqda. Ba'zan mollarga o't yiqilmoqda. Ba'zanlari cho'nqur honglarga do'miltilmoqda. Qaroqchilar bo'lsa, tomosha ko'rib qoqoqlab kulishmoqda. Qaroqchilar kulsa, tog' ichi quloqlarni garang qilgudek darajada dahshatlik jaranglamoqda. Bu qo'rqinchli xiyollar ilkida azob chekayotgan boylar birdam totirib, birdam sarg'ayib, ilgirki rangini yo'qotgan edi. Ularning bechora qiyofatidan yengili o'zi o'ynatgan dahshatlik xanjarning o'nimini ko'rsatganligini bayqagan xodim o'z-o'zidan mamnun bo'lib, miqida kulgunicha uydan chiqib ketdi. 5 minutlardan keyin janobiy konsul qabulxonaga kirib keldi. Boylar o'rindan turib ehtirom ko'rsatdi va bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi. Marhamat hamroh boy, marhamat damullah. Uyg'ur tilini yomidab so'zlaydigan konsul boylar bilan ismlarini bir-birlab atab ko'rishib, ularni o'ltirishga taklif qildi va "Sog'iltib qo'yganimga xijolatman" deb o'zra aytdi. "Yo'qsa, hargiz undaq emas" deyishdi boylar javob berib. Ondan hamroh boy hammaga vakolatan so'z oldi. "Bu yaqindan konsul janoblarini yo'qlab kelolmaganligimizga xijolat bo'lmoqdamiz" dedi u o'ng'aysizlangan holda duduqlab. Ondan sarg'ayib totirib davom qildi. Uning ustiga shahrimizda yana bir ko'ngilsiz voqea chiqdi. Bu ikki ish tufayli yuzimizda ko'tirib yurgidek yerimiz qolmadi desakmi bo'ladi. Yerga kirib ketgudak bo'ldik desizlar, dedi yana bir boy qo'shimcha qilib. Bu yon qilamu shundoq deyishib do'st tortishdi. Ondan hamroh boy so'zini davomlashtirib, "Shunga biz bugun janobiy konsul oliylariga salom bergach o'zir aytayli deb bu maslahat huzurlariga kelishimiz. Rahmat, rahmat" dedi konsul javoban. U chiroyini qilcha o'zgartmasdan tamkin so'zlaydi. "Hech qancha cho'ng ish emas. O'g'u cho'ng ish emas. Shundoq bo'lsa-mu, sat ish" dedi hamroh boy. "Munda qo'pol ish chiqar deb xiyolimizga mukammat ekan. Agar bilgan bo'lsak, hargiz yo'l qo'ymaydik" dedi yana bir boy qo'shimcha qilib. "G'aflat bosqini desizlar, bu qitim burnimizga suv kirdi. Mundaq adabsizlik qayta takrorlanmaydi. Xudoyim buyursa" dedi yana bir boy to'liqlab. "Adab axloq jihatdan podshoh oliylariga qilingan hurmatsizlik deb qaralmaganda afsuslangudek cho'ng ish emas" dedi konsul boylarning xushomat so'zlariga javoban. U oldirmay salmoqlik bilan so'zlaydi. "Biz ulug' buvi Maryam onamizning vafodorligi va podshoh oliylarining iltifoti bilan har qanday ishga axloqiy jihatdan muomala qilib, kang qursoqlik bilan yo'l tutamiz. Dunyoning har qanday yerida, har qanday vaqt, har qanday sharoitda qo'limizdan keladigan yaxshiligimizni, mehribonligimizni ayab qolmaymiz. Qashqardami shunday qildik-ku. Agar har qaysilari bizning mamlakatimizga berib, biz qilgan yaxshi ishlarning o'ndan birini qilishgan bo'lsalar, o chaqda bizning xalqimiz har qaysilarini beshida ko'targan bo'ladi. Chunki bizning xalqimiz yaxshi ish, yaxshi niyatlarni cho'nqur tushunadi va qadrlaydi." Shundoq. Afsuski, eng yaqin do'stimiz hisoblagan Qashqardan mundaq inkas qaytar deb asla o'ylamagan edim. Bu bir tasodifiylik, umumiy Qashqarning ishi emas, ayrim dahriylarning qilgan qiliqi. "Hey, bu Abduqodirning qilgan ishlarini" dedi yana bir boy soqolini tutamlab, tishlarini kirishtirib. Boylarning vujudida go'yo Abduqodir damolini choynab purkivatgidek kuchlik g'azabning qaynab teshiyotganligini tushungan konsul paytni qo'ldan bermay so'z ochdi. "Bu kichik ish" dedi konsul g'o'ri tishlab olgandek qo'shumisni turib. "Lekin biz yevropaliklar yo'g'nab rakka aylanadigan har qanday yara jarohat va kasallikning dastlabda eng kichik narsadan boshlanganligini yaxshi tushunamiz va tibbiy davolash qonuniyatlari bo'yicha uning oldini olishga alohida ahamiyat beramiz. Kesib tashlashga tegishli bo'lsa, ikkilanmasdan kesib tashlab, keyingi azob uqubatlardan o'zimizni saqlab qolamiz. Bu biz yevropaliklarning davolash usuli." Konsul sinchi ko'zlari bilan boylarga taksi nazar selib davom qildi. "Har qaysilari Qashqarning ko'zi,
Qashqarning yuz obro'yi ham donishmandlari yuqorqi so'zlarimni tushunmaydi deb aytishga haqliq emasman. Shuni izohlab qo'yishni xohlaymanki, Uyg'urlarda o'zim topgan baloga nagi baray davoga deydigan hikmatli so'z bor. Shundaq deyman. Baylar shundaq deb boshlang'itib tasdiqlagandan keyin konsul davomlashtirdi. Tunugin yuz bergan voqeani tasodifiy chiqqan balo deb tunusak, uning davosini yana har qaysiri qilishlarda. U chaqda biz yana o'z yaxshiligimizni, odamgarchiligimizni davomlashtiraveramiz. Nihoyat ulug' dono so'z bo'ldi. Deyishdi baylar mamnun bo'lishib. Xushalliqida ularning bo'yni uchishga tamshalgan yovug'ozning bo'ynidek so'zilib, boshlari bir gaz ko'tarilgan edi. Abduqodir Damulla ko'p o'qigan, ko'p joylarga borgan bo'lsa-mu, aql topmagan kam aql odam. Dedi konsul yana yangi so'z boshlab. Baylar quloqlarini ding tutib anglashdi. Dunyoning taqdiri kimning qo'lida? Xalqarалық adab qoida qandaq? Bu to'g'rida qilchi savati yo'q. Shundaq bo'lganligi uchun yo'lda ketayotgan pilg'i qavob tantaklik qildi. Aql odam bo'lsa, mundaq qilmaydi. Uning qilgan tantakligi ulug' imperiyamizga qanchalik ziyon yetkazishi mumkin? O'ylab ko'rayli, bir tal mo'ynimi ta'virtanmaydi. Lekin axloq nuqtasidan qaraganda bu ishning ta'siri yomon. Buningdan kelib chiqadigan yomon oqibatlarni tasavvur qilsam, shaxsan o'zimning qo'rqim keladi. Darvaqa ta'siri yomon. Bizmi bu taraflarni o'ylab, kechalari ko'zimizga uyqu kirmayotdi. Janobiy konsulning ko'ngil ko'ksi kang, fazilatli arbob ekanligini, shuningdek, biz Qashqarlikning yaqin do'sti ekanligini yaxshi bilamiz. Bizdan o'tgan savalliklarni, ko'ngillarga olmasliklarini apo qilib, bizni vahimaga silayotgan tashvishlarni xolos qilishlarini hammamiz o'tinib so'raymiz. So'z bu yerga kelganda hammaylan dast turib, qo'l qo'yishtirib turishdi. Ularning chiroyida aks etgan bechora qiyofat dunyoda eng qabih gunoh o'tkazib, so'roqqa tortilayotgan gunohkorning xunuk qiyofatidan necha hassa eshib tushadi. Qashqarning manfaati bilan hisoblashmaydigan, Qashqarning jon tomirining qayadan uzuqlanayotganligini tushunmaydigan odamning kimligini tunib yetdik. Bu biz erishgan zo'r muvaffaqiyat. Xotirjam bo'lishlar. Buningdan keyin ishlar o'ng'ishilib joyiga tushidi. Konsul huzuridan qaytib chiqqan boylarning bo'yi xuddi yuki tushirib etilgan kemidek yeniklashgan edi. Ular ketib etib o'zaro ta'sirat so'zlashdi. Janobiy konsul, Qursiqi daryoda kang yaxshi odam juma. To'r daryodanmi cho'nqur ma'nilik so'z qildi. O'zim topgan baloga, nagi boray davoga deb ajab qamlashtirib dedi. Qayadan o'ginib olgandi. Butun dunyoni o'ngda dumdi qilib o'yinayotgan haq bunchalik bir nimani bilmamdi. Endi qanday qilamiz? O'z manfaatini xushomad so'zlari bilan yiqaplab olgan bu boylarning janobiy konsulning fazilatlari to'g'risidagi ta'siroti to o'lgichi so'zlasimi tugamaydigandek qizib ketayotganda hamroh boyning ochiqi kelib qoldi. U ishtek qo'ylinib hamrohlarini zarda bilan tolidi. Cho'ng ko'chida yana kelib ko'p kunduzda bundoq so'zni qilganning nim foydasi? Boylar bo'yniga tosh esib, suvga toshlangan ishtek jim bo'lishdi. 19-bob oqillar va g'ofillar. G'ofil odamning hayoti uyqu bilan xom xayol. Zebun Nisa. Al yotarchoq bo'ldi. Ko'chada odamlar shalonglashdi. Do'qmushlarda bo'ladigan kashlik bozorning qiziqi ketdi. Melini setib tugatgan baqqollar g'oltaklarini g'ichirlatib uylariga qaytishga boshladi. Ketish kerak, dedi bir yigit o'ziga o'zi shivirlab. Bu yigit Yetikoqdagi kashlik bozordan 20 qadam chetda turib, uyiga qaytish to'g'risida o'ylanayotdi. Baqqollar xuddi yulduz tarqagandek tarqab ketishvassa, menga nimba. Bozorning qiziqi tugidi. Yeydigani yap bo'ldim. Samsa, kavobdan tortib o'pka yesibqicha, qo'g'in tavuzdan tortib, shaptol anjurgicha hammani tetib ko'rdim. Bo'ldi, endi uyimga ketay. So'zlab yetib bir uxlay. Peshindan tortib al yotar vaqtgacha to'shik darvoza, yorbog', qum darvoza, aytgoh, o'rda oldi, yana qaysi
bezar bazalarni olib qo'ymay kezib yurib, ko'ziga ko'ringan, burniga purg'an hamma nemini yeb, tetib chiqqan bu yigit rostilla uyiga qaytmoqchi bo'ldi. Shunda qilmaymi bo'lmaydi. Uningga qattiq orxillik yetgan edi. U o'rnidan qo'zg'alib, cho'ng ko'chaning do'qmishiga kelganda so'lga qayrilib, o'z uyiga boradigan xilvat tar ko'chaga kirdi. U texi ancha uzoqqa bormagan edi. Qorong'ulikdan po'siqqida bir odam chiqib oldini to'sdi-da, uningga salom berib, xuddi ko'ni tunishlardek so'zlab ketdi. Men bu dorini yasashda oz jafo chekmidim. O qushning ko'z go'riga undirib, mushuk yaproqning qindi sug'urib yetildirgan loviya talqini bilan yasab chiqdim. Xubtanga azon etgandan keyin uydan chiqib 41-qadamda uchrashgan odam bilan sinaq qilishim shart edi. Ta'limga yarasha uydan chiqib 41-qadamda sen uchrab qolding. İkimiz burun tunish bo'lmasaqmi, lekin shart doirasida tunishib qoldik. Sinaq qilishga jiqish ketmaydi. Vaqtmi qisqa. Dori suyuqligidan ko'zingga bir tomchi surkab qo'ysamni kifoya qiladi. Karomatini shu chog'da ko'rsan, qanday sinab ko'ramdiq. Qo'llisi tugman teshidek cho'rgilab ketgan xiyoliy tiyubqa yoki soxtapaz dorigarga uchrab qoldimi nima deb hayron qolgan yigit bir amal qilib uningdan qutulmoqchi bo'ldi-yu, turibla bu soxtapaz meni mushundoq yo'qilan gap bilan ahmoq tepayotgan yerda menmi uni ahmoq qilib birdam ko'ldirlatmaymi degan yerga kelib so'radi. Qanday karomati bor, qani degina? Qanday karomati bor deb so'rayapsan? Karomati qoltis. Ko'zingga do'rdan bir tomchi surib qo'ysam, shu zamon jahon yo'riydi. Tun kunduzga aylandi. Uylarning o'gizlari ichilib, tomlari qayrildi. Uy ichini va uy ichidagi hamma ishlarni xohlagancha ko'rasan. Ko'zing xuddi mushuk yaproqning ko'zdek, kechasi hammani ko'radigan bo'lib qoladi. Xohlagan tomoshabinning hammani ko'rasan. Qandoq qiziqib o'tamsan? Yigit yaltaydi. Mengisi yigilab ketgan so'g'uq savdoyining naq o'ziga uchrabdimanmi qandoq? Buning bilan avvar bo'lguncha asta ketib uyqumni uxlay deb o'yladi va xush aytdi. Menga unda karomati bor dorning lozimi yo'q. Uyga ketmasam bo'lmaydi. Aldirash ishim bor edi. Xayr xo'sh. Yigit ketmoqchi bo'lib qadam besivedi. Eliqi odam oldiga o'tib uni to'sdi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjan xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damo'li haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaysizlar.